Assalomu alaykum. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodika kafedrasi o'qituvchisi Panjiyeva Muattarman. Bugungi mavzumiz ta'limga STEM yondashuv va kreativlik. Ushbu mavzu yuzasidan quyidagi rejalar bilan tanishamiz. Birinchisi, STEM nima? Ikkinchi rejamiz STEMning bugungi kundagi ahamiyati. Uchinchi rejamiz kreativlik, inson va kreativlik. To'rtinchi rejamiz kelajak kasblari. Beshinchi rejamiz zamonaviy maktab va oxirgi rejamiz STEMda pedagog uchun tavsiyalar. Birinchi rejadan o'tishimizdan oldin quyidagi fikrlarni eslatib o'tamiz. Ya'ni kelajak maktab o'qituvchisining qo'lida. Demak, bugun biz sizlar bilan tanishmoqchi bo'lgan mavzu bu STEM hisoblanadi. STEMga alohida lug'aviy tarjimasi keladigan bo'lsak, STEM so'zi, ya'ni birinchisi science, tabiiy fanlar, ikkinchisi texnologiya, ya'ni texnologiya, injiniring, muhandislik, art, san'at va mathematik, ya'ni matematikadan iboratdir. Ta'limda STEM yondashuv. Ya'ni bu nima degani? Umumta'lim maktablarida sinf dars tizimini loyihaviy faoliyatga tomon o'tish, ya'ni nazariyani amaliyot bilan bog'lash demakdir. Bugungi kunda ushbu ta'lim quyidagi talablarni qo'yadi. Birinchisi, ya'ni bu ta'lim o'z o'rnida ota-onalar hamda o'qituvchi va o'quvchini oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi. Ya'ni ushbu ta'limni olgan o'quvchi nima bilimlarga ega bo'ladi? Birinchisi, akademik bilimga ega bo'ladi. Bu degani o'z fanining mutaxassisiga aylanish kerak. Ikkinchisi, nostandart masalalar yechish, ya'ni o'quvchi har qanday holatda berilgan masalani o'zi tahlil qila olishi, uni analiz, sintez qilib bajara olishi kerak. Uchinchisi, kreativlik, ya'ni o'quvchilarda kreativ fikrlashni, ya'ni yangilikni tushuna olish, uni tanqidiy fikrlay olish tushunchasini shakllantirishdan iboratdir. Keyingisi, yuqori darajada shaxsiy sifat, ya'ni biz STEM darslarida STEMni shunday o'tamizki, u yerda loyihaviy ta'limotlar, jamoaviy harakatlar va ana shu natijasida o'quvchilarda shaxsiy fazilatlar, ya'ni birlik shakllanadi. Undan keyingisi aktiv bilimdonligi. Bugungi kunning davrining talabi albatta aktiv bilimdonlikdir. STEM darslari esa bizga aynan o'sha narsani beradi. Va oxirgisi bir nechta tillarni mukammal bilishlikni. Chunki o'quvchilar loyihaviy ta'lim olganlarda ular ma'lumotlar izlashadi va o'sha ma'lumotlarni turli xil tillarda olib, o'rganib tarjima qilishadi. Shu o'rinda o'quvchi bilan bir qatorda o'qituvchini ham o'ziga yarasha mas'uliyatlar yuklaydi. Ya'ni STEM bo'yicha dars beruvchi o'qituvchi ham ma'lum bir bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Bular nima? Bulardan birinchisi albatta bir nechta xorijiy tillarni bilishi. Ikkinchisi, aktini mukammal darajada egallagan bo'lishi. Uchinchisi, ya'ni u shunaqangi psixolog bo'lishi kerakki, u har bir jarayon yuzasidan o'zini fikr mulohazasini bildira olishi kerak. Big data, ya'ni yuqori darajada ma'lumotga egalik. Kreativ fikr va tanqidiy fikr, ya'ni o'quvchi qanaqa fikr berishidan qat'iy nazar o'qituvchi o'sha fikrga tanqidiy fikr bildira olishi va o'sha tanqidiy fikrni yechimini ham o'qituvchi bera olishi shart hisoblanadi. Bu yerda o'qituvchi o'z yo'nalishini chizib beruvchi, ya'ni o'qituvchi bu yerda faqatgina yo'nalish beruvchi vazifasini bajaruvchi shaxsga aylanadi. Ikkinchisi, yuqori darajada shaxsiy sifat, ya'ni bu yerda o'quvchilarga xuddi, ya'ni shaxsiy sifat bilan muomalada, hamkorlik bilan ishlashda samimiy bo'lishi talab etiladi. Biz shu o'rinda STEM haqida gapirganimizda bir jumlani takror va takror aytdik, ya'ni kreativlik. Kreativlikning lug'aviy ma'nosiga keladigan bo'lsak, kreativlik inglizcha so'zdan olingan bo'lib, yaratish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni inson yangilikni yarata olish qobiliyati bu uning kreativligi hisoblanadi. Kreativlikning o'ziga yarasha xususiyatlari mavjud. Bular nimalardan iborat? Bular birinchisi albatta ijodkorlik, ikkinchisi yaratuvchanlik, uchinchisi tashabbuskorlik va oxirgisi iqtidorini namoyish eta olish hisoblanadi. STEM ta'limi bizga nima uchun kerak degan savol bizni o'ylantirishda tabiiy holatda. Chunki STEM ta'limi orqali biz yangi kasblarga egalik qila olamiz. Bugungi kun zamon talabiga ko'ra.
Ya'ni STEM ta'limida umumiy ma'noda ta'limni tahlil qiladigan bo'lsak, quyidagi 4 ta tahlilga ega bo'lamiz. Birinchisi, ya'ni bu yerda butun bir pedagogik metodlarning majmui, ya'ni siz dars jarayonida hamma metodni qo'llashingiz mumkin. Ikkinchisi, loyihaviy faoliyat. Siz o'quvchilarga loyiha berganingizda o'sha faoliyatga kirishish uchun ularni yo individual loyihaga yoki guruhli, jamoaviy loyihaga birlashtirasiz. Keyingisi, darslarni integratsiya qilish, ya'ni fanlar aro aloqadorlikda o'tishni ta'minlash zarur. Va oxirgisi, tadqiqotchilik faoliyati. O'quvchi dars jarayonida o'z loyihalarini amalga oshirish borasida o'z tadqiqotlarini xulosalab, jamlab, matematik statistik tahlil qilib boraveradi. STEM ta'limida umumiy ma'noda nimalarni o'rganamiz? Biz STEM ta'limida o'z o'rgangan nazariy bilimlarimizni amaliyotda qo'llashni o'rganamiz. Masalan, bugun oddiy tabiiy fandan sun'iy aylanish mavzusini o'tadigan bo'lsak, biz o'sha birgina mavzuni o'zini STEMning har bir faniga bog'lab o'rganamiz. Ya'ni saynis bu yerda fan, ya'ni biz STEMni saynisida o'sha suv haqida umumiy tabiatdagi ma'lumotlarni egallaymiz. Ikkinchisi, texnologiya. Sun'iy aylanishi haqida turli xil vizual vositalar orqali videoroliklar qo'yib berishimiz mumkin hisoblanadi. Keyingisi, injeneriya, muhandislik, ya'ni o'quvchilarda biz injeneriya orqali ular oddiygina suv qurilmalarini, ya'ni mini issiqxonalarda suvning kichkina qurilmalarni yasashni o'rganishadi. Matematikada esa suvning hisob-kitobini amalga oshirishadi. Ular bir fanning o'zida mana shu 4 ta fanni birlashtirib o'rganishadi. STEM bu olingan nazariy bilimni amaliyotda qo'llay olish imkonini yarata beradi. Keling uni tarixiga to'xtasak. STEMni tarixiga to'xtaydigan bo'lsak, STEMda birinchi bor ilk, ya'ni hissa qo'shgan olimimiz bu amerikalik bakteriolog Rita Cole hisoblangan. U 1990-yilda fanga ushbu so'zlarni kiritgan va bu sekin-sekin 2000-yilda bu fan sifatida shakllanib borgan. Bu fan keyinchalik Amerika, Yaponiya, Xitoy, AQSh va turli xil mamlakatlarda ushbu fan taraqqiy etib borgan. Lekin biz bu fanda e'tibor qiladigan bo'lsak, hozir STEM, ya'ni art, san'at qo'shimchasi qo'shilmagan holatda. Demak, birinchi STEM tashkil etilganda san'at, art jumlasi ishlatilmagan. Rita Cole o'z ta'limida, ya'ni o'sha saynis, texnologiya, injeneriya va matematikaning birgalikdagi qismini ishlab chiqilgan va bu fanga 2000-yilda o'z targ'ibini topgan. Endi bizga savol keladi, biz STEMni nima uchun o'rganishimiz kerak va bugungi kunda talabi nima uchun kerak? STEM real hayotni, ya'ni talablardan kelib chiqqan holatda bizni o'rgangan bilimimizni amaliyotda qay daraja integratsiya qila olayapmiz. Ya'ni o'quvchilar har bir muammoni yuzasidan tajribalar qila borib, o'sha muammolarni yechimini o'rganishadi va kelajakda hayotdagi muammolarni hal qilishda ularga bu ko'nikmalar yordam beradi. STEM ta'limida integratsiyalashgan ta'lim deb aytib o'tdik. Xo'sh, bu STEM ta'limidagi har bir fan integratsiya qay jarayonda amalga oshadi? Birinchisi, ya'ni saynsda qaysi fanlar kiradi? Kimyo, fizika, biologiya va geografiya fanlari umumiy saynsni tashkil etadi. Ikkinchisi, texnologiya. Texnologiya bu o'sha jarayonga buyurtmani qayta ishlash, ya'ni bu texnologiyada qay holatda qo'llanishini o'rganiladi. Uchinchisi, injenering, ya'ni injeneringda, ya'ni bular har bir ishning muhandislik bo'ylab uning qanaqa yasalishi, g'oya qanaqa ishlab chiqarilishini o'rganishadi. Va oxirgisi matematika, ya'ni matematika bu barcha fanlarning malikasi hisoblanadi. Demak, umumiy ushbu fanlarning matematik qismi bilan bog'lanishi bu STEMning umumiyligini bildiradi. Endi biz yuqorida aytib o'tdikki, Rita Cole ixtiro qilgan STEMda art tushunchasi kiritilmagan. Ya'ni inson ikkita miya yarim shari orqali boshqariladi. Birinchisi, ya'ni chap miya yarim shari va o'ng miya yarim shari. Chap miya yarim shari bu insonni o'sha STEM